Joriy kengashining deputatlari Elvira Sariyevani Maarif ministri bo'lib tayinlanishiga rozilik berishdi. Buning uchun 73 nafar xalq vakili ma'qul degan ovoz berib, qarshi deb hech kim ovoz bergani yo'q. O'sha vaqtda zalda 35 deputatgina o'tirdi. Sariyeva unga ko'rsatilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirdi va bilim berish tarmog'idagi masalalarni hal qilish uchun hukumatning barcha butoqlari bilan ishlash ahamiyatga molik ekanini ta'kidlab o'tdi. Soliq xizmatining 120 nafar xodimi avtomatlashtirish sababli ishdan olindi. Bu haqda hukumat rahbari Jo'mart O'turbayev bugun biznesni va sarmoyadorlikni rivojlantirish kengashining yig'inida bildirdi. Uning ta'kidlashicha, avtomatlashtirish sistemasining amalga oshishi bois 5000 ga yaqin xizmat ko'rsatuvchi elektron tarzda hisobot topshira oladi. Elektron hisobotni kirgizish bilan biz tekshiruvchi bilan soliq to'lovchini to'g'ridan-to'g'ri aloqasini uzmoqdamiz. Bundan tashqari kichik va o'rta ishxonalarning hisobotini shu kabi yo'l bilan o'tkazish bo'yicha qonun loyihasini parlamentga yubordik, dedi Premyer ministr. Bu haqda hukumatning ma'lumot siyosat bo'limidan xabar qilishdi. Qirg'iz hukumati soliq xizmatini reforma qilib, korrupsiyadan forig' qilishni rejalashtirmoqda. Mazkur xizmat poraxo'rlik harakatlari ko'p kuzatilgan, yog'li deb hisoblangan boshqarmalardan biri, deyishadi ekspertlar. Joriy kengashining deputati Urmat Amanbayevaning yana kasalxonaga yotib qolganini Azadliqqa uning advokati Nurg'azi Sidiqov bildirdi. Advokatning ta'kidlashicha, deputatning sog'ligi stress holati sababli nochorlagan. Shifokorlar uning ahvoli og'ir deyishmoqda. U yaqinda operatsiya bo'lgan, uning sog'ligi jinoyat ishi qo'zg'algandan keyin stressdan yomonladi, dedi oqlovchi. Bosh prokuratura Urmat Amanbayevaga O'shdagi Silga qarshi kurashish markazida hisobchi bo'lib ishlaganda kasalxona rahbariyati bilan poraxo'rlik chizmalarini tuzgan. Shu sababli davlat g'aznasiga miqdorda zarar kelgan deb ayblanib, jinoyat ishini qo'zg'agan. 5 yilga yaqin yozgi lagerda istiqomat qilayotgan iyun voqeasi qochqinlari hukumat yana shunday bee'tibor bo'ladigan bo'lsa, tegishli organlarga murojaat qilishlarini ma'lum qilishdi. 2010-yilgi voqealarda bu yerga ko'chib kelganlar bungacha murojaat qilmagan yeri qolmagan. Endilikda yashovchilar bolalarni yozda dam olishiga mo'ljallangan uylarni o'zgartirib, qishga moslashtirishni rejalashtirmoqda. Biroq hukumat vakillari davlat mulkini o'zboshimchalik bilan o'zgartirganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bu o'quvchilarning yozgi dam olish uchun moslashgan lager bo'lsa-da, hozirgi kunda bu yerda 23 nafar oila istiqomat qiladi. 2010-yilgacha O'shning turli hududlarida ijarada yashagan ichki muhojirlar so'nggi 5 yil davomida yaqin qarindoshday bo'lib qolishgan. Ular migratsiya ministrligi tomonidan lagerga kirgizilgan. Manda nagrovat qo'yilganmiz, anda pechka qo'yib olganmiz. Pechka o'zida isitib charitib, nima bo'lmaydi, üstüz letniy ushul bo'lgan shu. Üstünde chorniy patilok yo'q. Soğuk, ot yaksak biraz da sol peçkenin aylanası sıydı. Geçen gün ben 200 kilogram kömür alıp geldim de, ona güzel adav oldu. Yashovchilar qish tushgandan beri yosh bolalar orasidagina emas, kattalar orasida ham turli kasallikka chalinganlar soni ortib borayotganini ta'kidlashmoqda. Ayjamal To'ychiyeva kasalxonada ishlagani sababli deyarli barcha yashovchi undan dori-darmon so'rab turadi. Buni oldini olish uchun yashovchilar agar bu yil ham ularga uy berilmaydigan bo'lsa, bahordan boshlab lagerdagi vaqtinchalik yashayotgan yerlarni o'zgartirib, qishga moslashtirishini ma'lum qilishdi. Uyda bir komnat bo'lganmen, bir komnata bardıq şartımız o'shaning ichida. Жатқан жерimiz, ваннабыз деле, кир жууп, кухнябыз деле ошонун ичи. Быйылдан кала турган болсок, келгенден бөлөбүз ошол жерде ортосунан бир 3 комнат кылсак деле болот. Бөлөбүз, алдыларын тозобуз. Андан башка айла жок да. Kutishdan zerikan aholi hukumatning ishlariga tushunmay turgan vaqtda uy berilsin degan qaror chiqqani bilan biroq hamon lagerda kun kechirishmoqda. Bizde qo'limizda to'xtom bor. To'xtom chiqqan 11-yili 120 deputat qo'l qo'yib bizga berilsin yoshlik lagerine deb chiqarilgandi. Hozir o'tganda meriyaga borib tekshirtirdim. To'xtomimiz kuchunda turadi ekan, biroq ani hech kim atqargan adam yo'q ekan. Misol uchun hukumat atqarmaydi. Qanday 120 deputatning aytganini qilbasa tushunmaymiz biz kimga ishonamiz. Bir-birini aytganini qilbasa. Uy bo'lishtirish bo'yicha maxsus komissiya so'nggi yig'ilishda yoshlik lageridagilar masalasi alohida ko'rib chiqishini ma'lum qilishgan. Biroq ularga uy bermaslik masalasi aniq aytilmagan. Mahalliy hukumat vakillari esa iyun voqeasida jabrlanganlarga uy berilishining maxsus kategoriyalari borligini, bunga to'g'ri kelmaganlarga yashash joy berilmasligini ma'lum qilishdi. Undan tashqari o'z boshimchalik bilan davlat mulkini o'zgartirganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini ta'kidlab o'tishdi.
Tizmede үй talkılangan, же болбосо жабыр тарткан адамдар багында атып ок жаракат тийген, анан болбосо дәнсиз жоголгондорубуз бар, өлүп калгандар бар. Ошолор кирет. Бул жаштыклар жашагандар ошол тизмеге кирбей калып атат. Бул бир жеке менчик бирөөнүн мүлкү эмес, бул мамлекеттин жери, мамлекеттин бирөө келип аны бузган акысы жок, самоуправство деген статья бар. Ондай кылса болбойт. Бул уже уголовно наказуемый нерсе. Ta'kidlab o'tsak, yashovchilar bu yerga 10 kunga kirgizilgan. Lager esa har yoz mavsumida 500-600 o'quvchini qabul qilar edi. Hozircha yashovchilar qachon bu yerdan chiqishi noma'lum. Hilol Ashurova, Zair Abdukarimov, Untimaq. Ko'p xotin olish bo'yicha 4 yilda 5 jinoyat ishi qo'zg'algan. Bu haqda parlamentda inson huquqlari bo'yicha hukumat soati vaqtida vitse-premyer ministr Abdurahmon Mamataliyev bildirdi. Uning ta'kidlashicha 2 va undan ko'p ayol olish fakti bo'yicha 2010-yildan beri 5 jinoyat ishi qo'zg'aldi. Ularning ichidan 4 tasi sudga yuborilgan. 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni oila qurishga majburlash bo'yicha 53, olib qochish yoki nikohdan o'tishga qarshi chiqish bo'yicha 148 jinoyat ishi qo'zg'algan. Qirg'izistonda ko'p ayol olishga qonun yo'l qo'ymaydi, biroq 2 yoki undan ko'p ayol bilan birga yashagan mashhurlarning ismlari aytib kelinadi. Qirg'iz-Rus taraqqiyot fondini tashkil qilish bo'yicha shartnomani parlament ratifikatsiyaladi. Bu to'g'ridagi qarorni bugun Jo'g'ir kengashining deputatlari anjuman vaqtida qabul qildi. Eslatib o'tsak, davlatning bojxona ittifoqiga kirishi uchun Qirg'izistonga Rossiyaning qo'llab-quvvatlashi bo'yicha kelishilgan. Hujjatga ko'ra tomonlar agro, yengil sanoat, tikuvchilik va tekstil, tog' va metallurgiya ishlab chiqarish tarmoqlari, shu bilan birga uy-joy qurilishi, savdo, tadbirkorlik bo'yicha o'zaro aloqalarni rivojlantiradi. Qirg'iz-Rus taraqqiyot fondi tarkibida Qirg'iziston iqtisodidagi birinchilik maydonidagi o'zini oqlagan loyihalarni moliyalashtirish amalga oshiriladi. Fondning chiqargan qaror kapitali $500 million, uni Rossiya bergan. O'shda 3-bosqich talabasi yuzdagi husnbuzar va ulardan qolgan dog'larni tozalovchi vosita o'ylab topdi. U O'sh davlat universitetining tibbiyot fakultetida tish shifokori mutaxassisligida o'qigan Baxtiyor Baybulatovdir. Dorini tayyorlashda talabaning yarim yil vaqti ketgan. Natijada dorivor o'simliklardan tayyorlangan malhamni foydalanganlarning 80% ga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Hozirda Baxtiyor mehnatini hujjatlashtirishni rejalashtirmoqda. Talaba yaratgan yuzni tozalovchi vosita qachon sotuvga chiqishi haqida muxbirimiz xabar qiladi. Baxtiyor Baybulatov yuzni tozalovchi suyuqlikni Qirg'izistonning o'zida o'sgan giyohlardan tayyorlagan. Bu vositani tayyorlashiga onasining dorivor giyohlarni yig'ishi va ular haqida ko'p yaxshi ma'lumotga ega ekani katta yordam bergan. Qahramonimiz dorini 2 haftada tayyorlagan. Uni sinovdan o'tkazib va boshqa tekshiruv ishlariga umum hisobda 6 oy vaqti ketgan. Negizi bu metodika yigipitskiy metodika bo'ladi, nima bo'ladi? O'qib chiqqan narsa bu dori cho'plar bo'yicha o'qib chiqib, biologiyadan har bir cho'pning o'zining qanday desam, ta'sirini, foydali jihatlarini, vitaminlarini o'qib chiqib, o'shadan olib Baxtiyor avval yuzni oziqlantiruvchi suyuqlikni ixtiro qilgan. Ixtirosini singlisini ismi bilan Madina deb nomlagan. Keyin Madina 2 ni tayyorlagan. U yuzdagi husnbuzarlarni va undan qolgan dog'larni ketkazuvchi xususiyatga ega. Mazkur vositaning tarkibida 6 o'simlikning shirasi bor. Dorini tayyorlashga ko'p vaqt sarflanadi. Sababi u giyohning barchasi bir vaqtda o'smaydi. Shuning uchun birinchisining shirasini olib qolib, ikkinchisini o'sib chiqishini kutish kerak. Dorini faqat kechasida foydalanish mumkin. Kunduzi foydalanuvchilarga quyosh tegib allergiya berish xavfi bor. Hozir fabrika yo'qlig'iga байланыштуу spirtli idishni o'yib jasayman. Negizi bir kurs lечениясы 1 oyga. Bu угрини kuygizib jo'g'otgandan so'ng kojani dерматация qilib qaytadan восстановление qilib еще glюкоза, fruktozа бар составында. O'shol bilan boshqa dorilardan ayirmalanib turadi. Madina 1ni, aniqroq aytganda yuzni oziqlantiruvchi vositani birinchi 45 yoshdagi ayol qo'llanib ko'rgan. U ayol oshxonada oshpaz bo'lib, elektr plitalari yonida ko'p bo'lganligi bois yuzi quruq bo'lib qolgan. Baxtiyor tayyorlagan dori unga yordam berib, yuzi o'z holiga qaytgan. Bu Baxtiyordan ushul jasagan darisini men o'zim gazetdan o'qib qolib, balama qo'llanib ko'rdim. Negizden yaxshi ta'sir berdi. Ta'siri bu o'ta tezlikda bo'lmaydi ekan, bunday araliq menен анан o'zini o'shol aytib atgan, bu bola aytgan negizgi o'sha rejimlerni qarmash kerak da.
Baxtiyorning dori tayyorlovchi uskunalari Laylak rayonidagi o'zi tug'ilib o'sgan qishlog'ida. U dorini yozgi ta'tilda tayyorlaydi. Yosh ixtirochi bu vositani jamiyatga yoyib, uning sonini orttirgisi kelgani bilan oldinda hujjatlashtirish ishlari bor. Shu ishlari ham tugagach, yana bir dorini tayyorlashni rejalamoqda. U soch to'kilishiga qarshi vosita bo'ladi. Ra'noy Nazarova, Adina Do'smbetova, Azam Buzrikov, Intimaq.